Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyati 2003 yili 11-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 17-bob. O'z mushtida yerilgan bosh. Yakin yezilari asosan qo'zg'olonchilarning ishg'oliyatiga o'tib, dushman qo'shinlari ikki shaharning atroflarida qoldi. Havo kundan kunga isib, dehqonlar tirikchilikni boshlavatdi. Dehqonlarning kuzda jo'g'ilib olgan ochliq tuliklari tugash oldida turadi. Bu ahvol qo'zg'olonchi qo'shin uchunmi foydasiz edi. O'zini qo'zg'olonchilarning tarkibi chaqlaydigan Valixon To'ra Qashqardan bir qitimmi ta'minot avatib boqmadi. Uningdan yaxshilik kutgili bo'lmaydi. Necha ming odamning hayot mamoti to'xti qatorliq bir necha boshchiga bog'liq bo'lib qoldi. Dushman taraf jim turib olg'achqa istehkomlarini buzish osonga tushmaydi. Oxir to'xti tadbir o'ylab, otishliq yigitlardan birsini dushmanni aldab elib chiqishga o'rinlashtirdi. Bu vazifaga tanlangani 505 Kiram edi. Kiram shu kunila yo'lga chiqib, chet kentlar bilan yurib, dushman qismlari to'sib turgan joydan o'tib, Yangi shahar darvozasining oldiga bordi. Darvozni pasibonlar mahkam qo'g'dayotdi. "Mening muhim bir so'zim bor edi", dedi u qo'riqchilarga. "Buni faqat xabar ambal Jangjunga deyman. Meni uning qishiga boshlab kiringlar. Kech-kechga zinhor bo'lmaydi." "Yo'qol", dedi qorovul qopqini turib. "Bo'pti, o'zingga foydali ishga yo'l qo'yishmiding?" dedi Kiram orqasiga yenib. "Xabar ambal kallangni olsa o'zingdan ko'r. To'xta." Qorovul Kiramni to'xtatib so'radi. "Shundoq muhim nima gap edi?" "Ma'lumot. Ita, men yetkazsam bo'ladi. Ma'lumotni xabar ambalning o'ziga degan bo'lsam, o'ltirsimi, iltifot qilsimi arminim qolmaydi. Agar buni sirtda eg'izdan chiqarib, ish buzilsa kimiga?" Pasibon chirik sherikiga bir nimalarni dedi-yu, kirib ketdi. Birdamdan keyin qaytib chiqib, Kiramni boshlab mandi. "Men bilan mang." Ular darvozadan kirib xili mandi. Ondan lashkarlar gazarmasidan o'tib, xabar ambalning turar gohiga keldi. Kiram bo'sog'idan kiribla, oldirib sajdaga bosh qo'yib aytdi. "Yashag'ayla, tuman ming yil yashag'ayla." Kiramga "yashag'ayla" degan xanzucha so'zni to'xti o'gitib qo'ygan edi. Kiramning necha eg'iz madiya so'zi xabar ambalni so'yindirvatdi. Ambal vujudiga singib ketgan hiylagarlik hunarini ishqa silib ijozat berdi. "O'rningdan turib, qandoq gaping bo'lsa aytiver. Men otishdan keldim. Otishning ko'kbeshi edim. Biz yurt beglari Van G'ujamning soyasida ko'p rahat ko'rgan bo'lsaqmi, uningga javob qaytarish fursatiga ega bo'lolmagan edik. Hozir o'rdining beshiga kun tushganligini xabar ambal Jangjun kuch chiqarib, yakanni qo'ldan bermay saqlab turayotganligini anglab, otishning boylari va fuqarolar birlikda necha 10 jang oltin kumush, nurg'unlagan ochliq, chorva tayyorlab, Qashqarning sirtidagi yo'l bilan yakanga minish oldida turganda, oramizdan xoin chiqib, Valixon Xo'jini boshlab kelib, mol-mulklarni egilib oldi. U hozir otish xalqini boy ko'rib, o'ymi-o'y oqtirib bo'layotdi. Ko'pchilik maslahatlashib, xizmat ko'rsatish payti kelganligini bilib, qanday qilish ustida o'zlariga maslahat solg'ili meni avatdi. Hozir otishda Valixon Xo'jining 400dak odami bor, lekin qurollari xildak qiladi. Agar muvofiq ko'rsalar, zambirak, tayfu, to'pang bilan qurollangan chirikdan necha mingni avatsizlar. Bizga yiroqda turib madadkor bo'lib bersa, Valixon Xo'jining odamlarini otishliqlar o'zimiz tutib, Valixon Xo'jining kallasini kesib, oldilariga elib kelamiz. Valixon Xo'ja o'lsa, Qashqar o'zligidan qo'llariga qaytib keladi. Ammo buningga hamdam bo'lmaslar, o'zlariga tava jug'lanmini Valixon Xo'ja elib ketadi. Qarab turib, shuncha dunyoni uningga bersak qandoq bo'ladi? Buningdan ko'ra o'lgirmiz yaxshi emasmi? Pul bilan ochliqning gapini anglagan ambal taqatsizlanib turolmay qoldi. U xushalliqida o'rnidan turib,
paypaslab berib Keremni o'zi yo'lab turg'izdi va so'radi: "Bu kamgacha tikivatgan bo'lsa, qanday qilamiz? Atish xalqi yo'llarni to'sib turyotidi. Valixonning ming jini bo'lgan taqdirdimi qacholmaydi." "Nayt yaxshi", dedi Ambal chiroyi ichilgan holda. "Biringlar kiringlar." Forma kiygan birisi kirib keldi. Ambal buyruq tushirdi: "Bu odamga bir yambo inom berilsin." Mulozim darhol yambodan birini ilib kirib, Keremga berdi. Kerem yenishlab rahmat aytib, manjucha ta'zim bajo keltirdi. "Bu ozgina ko'nglim", dedi xabar Ambal. "Ish ro'yobga chiqqandan keyin sana yana mansab beraman. Atish xalqining hammasini tartiblayman. Cheriklar sen bilan yo'lga chiqib, atishdagi o'g'irlarni tutib, Vali xo'janing kallasini ilib kelsin. Bugun tayyorligini puxta qilib, ata otlaninglar." Shunda qilib, Keremning hilasi xabar Ambalni ishondirdi. Hatto uning inomini ham mansab uchun bergan va'dasini oldi. Kech kirdi. Kerem kechini lashkari gazarmada o'tkazib, ertasi saharda xil qurollar bilan qurollangan 3000 chirikni boshlab otishga qarab yo'lga chiqdi. Zambarak tayfunlarni otlarga so'rtib ilgirlayotgan chiriklar yangi shaharni keynida qoldirib tez sur'atda ketib boradi. Quyosh tiklashgan sari oftob taptidan bo'shashgan chiriklarga qurollarmi ig'irlik qilib harg'inlik yetmoqda edi. Oldi tarafda kichikgina bir eriq borligini bilgan Kerem ularning boshlig'iga: "Bu yerdan o'tib ketsak, xili mangmig'icha suv yo'q. Lashkarlar bir oz aram ilib olgach, ussuzlikni qondirib olsa bo'larmikin?" deb maslahat soldi. Shuning bilan butun lashkarlar qurollarini qo'yib, eriq bo'yida yuz ko'zlarini yuvishga kirishdi. Fursatni kutayotgan To'xti Manjuning bo'ktirma qo'shinlari osmondan tushgandekla taraf-tarafdan paydo bo'lib, chiriklarni qorshab chanashqa boshladi. Voduqib ketgan chiriklar miltiqlarni ilishqimi ulgurolmay, pitirab qichishqa boshladi. Alahazal birer soatcha davomlashgan qirchapda 3000 chirikdan faqat oz qismila qichib ketaladi. To'xti Manju tarafdan bo'lsa, birmi odam chiqim bo'lmadi. 3000 miltiq bog'langan 14 solvas, 4 dona zambirak, 4 dona tayfu, to'pang qatorliqlar o'lja ilindi. Qo'shin keynidan ilib mingilgan 80 to'mir harvidagi tag'arlab un, guruch, tunlab yog' qatorliq ta'minotlar qo'lga tushdi. Yana xili ko'p rasxod xarajatlarimi bor bo'lib, otishni ilib bo'lgandan keyin Qashqarnimi qaytirilish xam choti bo'yicha har ehtimolga qarshi tayyorlik cho'ng qilingan edi. Askartish: solvas o't qo'yishda ishlatiladigan qurol. Afridun salomat qechib borgan chiriklardan bu xabarni anglab sepil darvozasini mahkam taqatdi. Xabar Ambal aldanganligini bilib, har qancha afsuslansimu o'rniga kelmadi. Balki To'xti Manju hozirla kelib bo'g'izlab tashlaydigandek vahimaga tushib, shahar darvozasini taqatganning ustiga turalg'usidan chiqishqimi jur'at qilolmadi. To'xti odam tashkillab, mahallalarni aralab, jangda o'lganlarning oila tavobatlarini yo'qladi. Qeri-churi yo'qsizlarga mehr shafqat yetkazdi. Uning nomi jangdagi botirligi bilanla xalqqa pur bo'lib qolmasdan insonparvarlik xislatimu atrofga tarqaldi. Dushman qo'shinlari sepilning ichiga kirib chiqqili unmayotdi. To'xti Manju dushmanni indin chiqarolmay jila edi. To'satdan eshaklik bir qiri buvay paydo bo'lib qoldi. Uning jul-jul qishliq kiyimlari aqval daqqila o'xshaydi. U aslida Fayzvatga kelib o'ltiraqlashib qolgan dolalliq bo'lib, bu yurtdan chiqqan To'xti ismli palvonning yakanni qo'lga kirgizib, fuqarolarga rapovatchilik qilganligi haqidagi hikoyatlar quliqiga yetgan. Natijada yakanga berib bir ko'rishmak istiki qalbini makon etgan. O'zi bilimli kishi bo'lg'achqa, quruq qo'l didorlashishga ra'yi qo'ymay, bir parcha shirin arznoma bitgan. Uning bugun yakan diyorga oyoq besib, qo'zg'olonchi qo'shinni topgandan keyin izdab so'rab yurib To'xtining qishiga kelishi ekan.
Uning echinishliq turqiga ko'zi tushgan To'xti ahvolni uqish uchun oldiga berishiga u qo'ynidan chiroyli qatlangan varaqchini ilib sundi. Qog'ozga munolar yozilgan edi. Payzivatdan chiqibdudek To'xti Baturdek to'ra, qilg'ini xondinmi ortiq qahramonlikda o'ra. Anladık xonni Beijingda, xalifini Rumda deb, nima payda so'ramasa yatdingmi dünya o'ngda deb. To'xti Manju Baturumga men fiqirning arzi bor, to'g'risi menla emas amu xasning dardi bor. Huzurunga tasda keldim arzu halim aytqili, pahlivanim rahim aylab atkin xalos dardin meni. Ishi o'ngning etizida tursa qirdin ishib su, men bichara suv tutolmay bo'ldi yerim postek sho. Yerdan hosul chiqdi az, alvonga berdim barini, oq ochliqni sanga to'kdim balalar yedi chalini. Yerni aran qilsam olsa chachqili yo'qdir uruq, to'la qatirab o'tniga yalang tapan bo'ldi yo'ruq. Tasda bir qo'sh uyni topsam yo'q ekan bu qo'sisi, qilg'ucha tal uni hayhot katta yerning o'sisi. Nemi yo'q etizni haydab sundi bu qo'sa chishi, uy uruqliqdan mangalmay teridi yerni beshi. Salg'uluq mümkinmi so'ram tursa etiz chalmiliq, tashli vetsam shu peti aptaptaq bo'lg'ay salmiliq. Ash va non pishurg'idek yo'qtur bisatimda o'tun, 5 qizim yantaq chepib chavar terar tinmay xotun. İltifating bizgimi yetsin diban qildim duo, men kabi bechoralar kutidi sendin pana. Natonish yurtdoshning bu arznamasi Baturlarga madihiya, qo'shinga ilhom edi. Ko'pchilik ta'sirlanib, ataganlarni iyona qilishdi. To'xtimi uningga yetarli xarajat berib, chiroyli uzitib qo'ydi. U to'qigan beyitlar shuningdan boshlab xalq adabiyotidan o'rin oldi. Buning muayyan tashviqotlik roli bo'lib, Valixon To'ra dehqonlar qo'zg'olonining rahbarlik huquqini changilga kirgizib olib, bulanchilik, qirg'inchilik qilmishi orqali xalqning erkinlik yo'lida zulmga qarshi jangda to'kkan pok qonlarini bulg'ayotgan bir paytda qo'zg'olonchi qo'shinning inovatini tiklash uchun muhim ahamiyatga ega edi. Bu hikoya Do'lon tavasiga tarqalish bilan zo'r bir turkum dehqon yoshlari ixtiyoriy holda kelib safga qo'shildi. To'xti Manjuning qo'shinlari Valixon To'ra bevosita boshquradigan qo'shinlardan farqlansa-mu, Qashqar tarafda yanila Valixon To'ra qo'shinlari degan nomda ataladi. Valixon xo'ja bu qo'shinning jangvorligini bilgachga yuz o'rib ketishdan qo'rqib aralashib olmadi. Ammo ta'minot va xarajat bermay qudrat tepishiga ostirdan to'salg'ulik qilib turdi. Amaliyotda Valixon xo'ja bilan allaqachon chek-chegara ajratganligi aniq edi. Valixon To'raning ko'zligini bilan dehqon qo'zg'olonchilarining maqsadi tubdan o'xshamaydi. Lekin bilmaganlar buni damalliqqa farq etolmaydi. Afirdun Vang bo'lsa, shaharga bekinib olgancha qarisini ko'rsatmayotdi. Shundaqdimi, atrofni mustahkam qo'rshovga olgan qo'zg'olonchi qo'shinning qurollari sepil ustidagi qorovullarga batlaklik edi. 17-bob tugidi.